Hadeb. Bo'ldi. Akalar, assalomu alaykum hammaga. Xalqim sizlarni yaxshi ko'raman. Mana akam bilan bilasizlar, otchot qilib sizlarga otchot beramiz. Mana bu qo'ylarni mana ukalarimizdan, mana o'zi 5 million, 4,5 milliondan sotishayotgan ekan. Zararimga akam sherik bo'ladigan bo'ldi. Qurbon Nuqtuz akamniki. Bitta masalan 4,5 millionlik qo'yib, mana bu bolalar Alloh guvoh, mana o'zlik ko'rib turibdi. 4 million 300 dan qilib berishdi. Ya'ni bulardan Alloh rozi bo'lsin. 4 million 300 dan, ya'ni 5 tasini oldik. 5 tasini 4,5 milliondan oldik. Uni bulardan olmadik. Uni 4,5 milliondan oldik. Bittasini 4 million 300 da bu bolalar qilib berdi shu 4,5 millionlik qo'yib. Qo'ylarni ko'rsatdinglar mana. Biz hozir buni qolgani zararni akam to'lab beradigan bo'ldilar. Istalashib hamma birlashib qolamiz. Alloh rozi bo'lsin, ko'p gapiraverdim. Gap, bilasiz, biz bitta gapiramiz. Biz xalq uchun xizmat qilamiz, ya'ni sizlar uchun. Mana shu akalarim, men sizlarga muxlisman. Keyin so'z olguncha Gazal mushigizga mana rahmat sizga ham. Boringizga shukr, Qurbonimiz, Sherzod o'zimiz ukaxon. Xohlasa bizada yengil bo'ladi, zo'rdan zo'ri bo'ladi. Men olaman. Sizlar qo'yib turinglar. Men uni menga Oybekga og'irish qilish mumkin. Bildoqlarimiz bilib bo'lmaydi, bular ancha yosh, bular aka biz. Ha, bular choban kelasi bo'lmayapti. Bittasi bizdan ochib, Qurbonimizni bir 2 ta 3 ta qo'yib olib, soddani yo'q. Men bitta qo'y bilan qutuldim. Bular o'zi 5 ta qo'y berish kerak kelasi. Demak ham zominni restoran ochgan. Mana kech ochilish marosimi bo'ldi. Ko'rdingiz, ketamiz zominga ikkalamiz dam olib kelamiz. Boramiz-ku, olib ketamiz. Ochilishlar yapti, to'g'rilaydi albatta. Keyin xalq sizlarga yaxshi ko'rib qo'ying aka. Hammadan Alloh rozi bo'lsin, mana shu qo'llab-quvvatlagan odamlarga biza hammasi hazil huzul bo'lib, mana akalarim, biz mana shu akalar uchun, xalq uchun xizmat qilib charchamaylik. Sizlar bizni qo'llab tursanglar, dushmanga xor bo'lmaylik, do'stga zor bo'lmaylik deydi. Ana yaqinlarimiz bor, xudo xolisa yuzimiz yorug' bo'laveradi, to'g'rimi aka? Qo'li fayzlayotganlarga, demak-ki. Ha, da. Barakasini bersin. Baraka berib qo'yadi demashdimi? Zo'r ekan-ku. Bo'lib tashing, o'zi ham bittadan hovliga yo'q bo'layotganmizni, kichkina qo'ylayapti. Yo'q, o'zi bor. Kichkina qo'y qimmat ekan-da, bor. Katta qo'y bilan qimmat emas. Ha, qancha qo'y kilosi mayda bo'lsa, shuncha qimmat bo'ladi shu qo'yga. Yo, bundan oldingilari qo'ziydi, endi bo'lmaydi-da, aka. Qassobmisiz deyman, xabaringiz bor ekan. Ye. Boshqacha yurib bo'ldingiz. Ye, nima dedingiz? Gap yo'q. Mayli, barakasini. O'zim xudo xolasa semirsa, yana xuddi shunaqa. Buni go'sht dodda bo'ladi. Bu namlanuvchi shu korpuslari katta-katta. Yem yesa bo'ldi, o'zgaradi bu. Mana endi uni qo'zi olib kelgani neudobni bo'ldi-da, bu kattaroq bu. Qo'zi bo'lmaydi-da. Ha, bu hammasi tish buzgan, ana bittasi bo'lsa. Ha, akamlar seni shunchalik qaddash qilyapti. Akamlarni Alloh qaddash qilsin. Xalq akamlarni qo'llashdan bo'shamaydi. Amin. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Rahmat. Men yig'ilib olaman, ular gaplarga yo'qman, biladi. Vohmag'am. Yo'ldan bilan ko'nglim bo'shman. Urush bo'lsa zo'r menga.